Kecha bir xabardan juda boshim osmonga yetdi. Bu bemor tomonidan jo'natilgan xabar. Bemorimiz kecha farzandli bo'libdilar. Aynan shu bemorimiz o'tgan yilning dekabr oyida juda kuchli og'riqlar bilan bizga murojaat etgandilar. O'sha paytda homilalari 17 hafta edi. Bizgacha bir necha klinikaga murojaat etgandilar. Ular homiladorlikni to'xtatib, keyin disk churrasini olib tashlash amaliyotini bajarishni tavsiya etishgan. Bizga kelganlarida homila taxminiy mana bunaqa ko'rinishda edi. Biz buni homilaga ziyon yetkazmagan holatda mahalliy og'riqsizlantiruvchi ostida rentgen ishlatmasdan bu disk churrasini olib tashlagandik. Va kecha bu bemorimiz farzandlarini dunyoga keltiribdilar. Bemorimiz ham juda xursandlar. Biz ham bu natijadan juda xursandmiz. Allohga shukr.